Eslatib o'tamiz, bugungi oqshomni yorqin tasvirlar bilan, eng sifatli yorqin tasvirlar bilan Javohirbek studiyasini operatorlari tarixda muhrlab qoldiradi. Qolaversa, Qobiljon Tojiboyev bugungi qizlar bazmi davramizda o'zini kuy taronalarini taqdim etadi. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Diltortar kuy taronalari, mayin sevgi muhabbat kuy taronalari taqdim etiladi. Qobiljon Tojiboyev talqinida. Marhamat. Bo'lmaguncha borgan joyda toshday qotib o'lmaguncha farzandlari yerda yurib o'ynaguncha tamara qadamim bosib danadanam عنديش نفعان قفلت الدكان Hamma ishlaringni tasha lazzatib o'ynab kulib yashasang ishingda Davronbek o'ynab kulib yashasang ishingda yasha mashin olmadim taho ko'ryalardani oho mashin olmadim taho voy ko'ryalardani oho Bunchalarim bo'lma axir zalim yurishlaring o'xshir jayronam ovozlari bulbul nalalim ko'zlarim ko'zingga hayronam Orangizda otam bo'lsaydi deganda aytib beryotir. Ava. Yarim ko'nglim qani to'lsaydi, didor qalbim didor kumsaydi, sochlari oq xasta bo'lsa ham, orangizda otam bo'lsaydi, yarim ko'nglim qani to'lsaydi, go'dak qalbim didor kumsaydi, sochlari oq xasta bo'lsa ham, orangizda otam bo'lsaydi, sochlari oq xasta bo'lsa ham, orangizda amat otam bo'lsaydi. Jonim dadam, jon dadam, eng mehribonim dadam, borligingiz bizlarga tortiq. Kimim bordir padardan ortiq, dunyodagi eng mehribon inson dada, sizni juda yaxshi ko'raman. Tizzangizga boshim qo'yib tizlar cho'kib, ayiblarimga af so'rasam yoshlar to'kib, yashayapsiz mening uchun g'amlar chekib, gar istasam butun olam jam bo'ladi. Dada jonim, padar buzrukvorim, ammo sizni mehringizdan kam bo'ladi. Yugurib har yoqni baxtni izladim, yerdan izolmayin ko'kni ko'zladim, qo'shiqlar kuyladim, ko'p bor bo'zladim, topgan shuhratidan mastir bu dunyo, lek onajonimni, dadajonimni poylaridan pastdir bu dunyo deydilar. Haqiqatan ham dadalarimiz bizni bu dunyodagi eng yaqin do'stimiz, eng yaqin insonimiz bo'ladi. Sanjar aka, dunyoda nima bor? Farzanddan shirin, bildimki farzand mehri jonda yashirin. Bu dunyoda eng aziz farzanddir farzand, undan o'zga ne bordur? Joningga payvand deydilar. Farzandlarni baxtu kamoldan ortiq ota-onalar uchun mukofot bo'lmasa kerak bu dunyoda. Baxtli, saodatli, serfarzandli bo'lsin, uni o'skay parg'ayerna xizmatlari buyursin. Shu Qadam akam bilan Yusuf akamning xudochiliklari ming yilchilik bo'lg'ay Xudoyim, ham aka ukachiligi. Yusuf akam ham saqayib ketib, vaqticha o'qlarning rohatini ko'rib o'rgay. To'ylar qo'lansin. Sanjarbekning xonadoni hamisha to'yxona bo'lsin. Zilala to'ylar bilan tabriklaymiz. Bundan keyin ham ko'rganingiz to'y bo'lsin, shu toz joylarda hamma to'ylar bo'lib, yaxshi kelinlar olib o'tirgaysizlar. Amin, baxtli bo'lsin barg'ayinda.